Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz gamogen kataliz va uni borish mexanizmi haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ushbu mavzuyimizda quyidagicha rejalarga bo'lingan, ya'ni birinchi rejamizda katalizator reaksiyalarini borish mexanizmi. Ikkinchisi esa kislota asos katalizi degan rejalar asosida sizlar bilan mavzularni ko'rib o'tamiz. Ya'ni ketdik. Birinchi rejamizga ko'ra katalizator reaksiyalarini borish mexanizmi quyida ko'rsatilgan. Ya'ni reagentlar hamda katalizatorlar bir xil agregat holatida bo'lgan kataliz, demak gamogen kataliz deyiladi. Ya'ni agregat holati bir xil bo'lishiga bu demak gamogen katalizlar deyilar ekan. Efirlarni gidrolizi, efirlanish, alkillash, suyuq fazada olefirlarni polimerlanishi gamogen katalizga misol bo'ladi. Ya'ni bularning demak fazalari, agregat holatlari demak nima bo'lar ekan? Bir xil bo'lganligi sababli bular gamogen katalizga misol bo'lar ekan. Quyida ko'rishingiz mumkinki, hurmatli talabalar, efirlanish, ya'ni efirlanish gamogen katalizga misol deyapti. Ya'ni spirt, kislota asos kislotlar va demak efirda bilan suv hosil bo'lish jarayonlarini yoki bo'lmasam etil sulfat kislotalari, dietil efirlar demak quyidagi reaksiyalarda ko'rsatib o'tilgan. Gamogen katalizni sababini, mexanizmini katalizning kimyoviy nazariyasi bilan tushuntirib o'tiladi odatda. Bu nazariya oraliq birikmalar nazariyasi deb ham yuritiladi. Ushbu nazariyaga muvofiq gamogen katalizda jarayonning tezlanishiga asosiy sabab aktivlanish energiyasini bo'linishidir. Ya'ni bu parchalanishi hisoblanadi. Jarayon birin-ketin bo'ladigan qator reaksiyalardan tashkil topgan bo'lib, bunda ya'ni beqaror bir nechta oraliq moddalar hosil bo'ladi. Natijada oraliq moddalarni hamma vaqt ham ajratib olib bo'lmaydi. Ularni borligini turli usullar bilan aniqlash mumkin bo'ladi. Masalan, metal katalizatorlar ishtirokida ammoniakni parchalash uchun quyidagi demak mexanizmlar taklif qilinib kelmoqda. Ya'ni bular demak pastda ko'rishingiz mumkinki, ya'ni bu mexanizmlar demak Y1, Y2, Yn hamda Y kabi demak o'sha texnologiyalari ko'rsatib o'tilgan. Maydalangan mis, palladiy, temir, kobalt, nikel, kumush metallarda demak vodorod hamda kislorod aralashmasini suvga aylanish reaksiyasida katalizatorlar bo'la oladi. Lekin bu moddalarda katalizatorlik xossasi faqat ularni oksidlari vodorod bilan qaytarilishi mumkin bo'lgan temperaturadan yuqori temperaturada namoyon bo'ladi. Bu kuzatishlardan vodorod va kislorod aralashmalarida metal katalizatorlar ishtirokida suv hosil qilish reaksiyasi birin-ketin boradigan oksidlanish, qaytarilish reaksiyalaridan iborat degan xulosa chiqarilgan. Ya'ni bu yerda oksidlanish, qaytarilish jarayonlari ham demak ko'rsatib o'tilgan. Quyidagi slaydlarda demak ko'rishingiz mumkinki, ya'ni bular jarayonlar birin-ketin tushuntirib borilgan va bunda quyidagi reaksiyalar, ya'ni A plus B barobar C reaksiyasi ki katalizator ishtirokida boradigan bo'lsin va bu reaksiyada bosqichlari bilan boriladi. Ya'ni A plus B C va A plus B AK barobar AK degan demak mexanizm asosida boriladi. Bunda AK oraliq birikma ikkinchi komponent bilan aktiv kompleks hosil qiladi. Va bunda ko'rinib turibdiki, ya'ni AK plus B barobar AB demak darajada yulduz K aktiv kompleks parchalanib S mahsulotni hosil qilishlari demak quyidagicha ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni kislota asos katalizatorlari bu yerda ko'rsatilgan va hokazo. Bu taraflarni qolgan slaydlarimizni demak keyingi slaydlarda darslarimizda ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.